Salom do'ndiqchalarim. Bugun osilib qolgan ko'krakni ko'tarishni o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ring. 2 kilolik gantelni olib, 15 tadan 4 podxod bajaramiz. Keyingi mashqimiz oldin yotib olamiz, qo'llarni yuqoriga ko'tarib, gantelni 2 yoqqa tushiramiz. Bu ham 15 tadan 4 podxod. Keyingi mashqimiz shu holatda yotib olib, qo'llar yuqoriga ko'tariladi. Bu ham 15 tadan 4 podxod. Nafas olib chiqarishga e'tiborli bo'lamiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qilib qo'ying va sahifamga obuna bo'ling. 60 yoshda ham mazza qilib raqsga tushmoqchi bo'lsangiz, shu maslahatlarga rioya qiling. Birinchisi, har kuni vaqtida uxlang, vaqtida uyg'oning. Ya'ni 10 dan 6 gacha rejimga o'tib oling. Ikkinchisi, kun ora sport bilan shug'ullaning. Uchinchisi, uyda yarim soat raqsga tushishni odat qiling. Bu sizga ishonch beradi, qon aylanishingizni yaxshilaydi, kayfiyatingizni ko'taradi. Sog'lom va chiroyli tana uchun sahifamga obuna bo'ling. Lara opa, dieta vaqtida fast-food yesa bo'ladimi? Nimaga yemaslik kerak? Yesa bo'ladi. Kaloriya defitsitini hisoblab, qancha yeyotganingizni va qancha ketkazayotganingizni hisoblasangiz. Siz aniq saxir bo'lib qolasiz, shu ishlarni qilayotgan bo'lsangiz. Noto'g'ri ovqatlanish ortidan vazn yig'ayotgan bo'lsangiz. Ikkinchisi, kam harakatli, bitta joyda ko'p ishlash yoki ovqatlangandan keyin yotib olish. Uchinchisi, har doim asabiy holatda yurib, gormonlarni buzayotgan bo'lsangiz. Bu aytganlarimni hammasi saxirga olib keladi. Videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling. Men Nosir va Dilorom. Blogimda ayollar go'zal bo'lsin, semirib ketmasin, uy yumushi bilan qolib ketmasin, sevgan yorga suyukli rafiqa bo'lsin degan maqsadda harakat qilaman. Shogirdlarim zalga kelganda hammasi xursand bo'lib ketadi. Men bularni ko'rib, yanada o'z ustimda ishlashga harakat qilaman. Siz ham bizga qo'shiling, albatta baxtli bo'lasiz. Kechasi bel og'rig'ini yo'q qiladigan 3 ta mashq. Bir oyog'ingizni ko'kragingiz ostiga tortasiz. Har bitta oyog'ingizga 20-30 soniya ushlab turasiz. 2-3 marta bajarsangiz yetadi. Ikkinchi mashqimiz. Tekis yotib olamiz. Bir oyog'ingizni bo'kib, qarama-qarshi tomonga tushirasiz. Boshni esa teskari tomonga qaratasiz. Xuddi shu holatda 20-30 soniya ushlab turasiz. Uchinchi mashqimiz. Mushuk holatida turib olib, men ko'rsatgandek nafas olib chiqarasiz. 10-15 marta takrorlasangiz yetadi. Bu videoni beli og'riydigan tanishingizga jo'natib qo'ying. Raz, dva. Sizlarni o'zi hasratlarni sizlar tezroq. Ko'kragingizni oldinga 1 2, 2, 3, вот, yaxshi, 3, 4. 1, 2, вот, молодец, давай. 3, 4 и 1, 2, 2, и, раз, и. Sakraymiz. Раз, два, три. 2, и. Молодец. Ozish uchun ichiladigan dorilarning qanday zararlari bor? Yurakni tez o'rdiradi, asabiylik, uyqusizlik, xavotirlik va depressiyani keltirib chiqaradi. Ichki ketish ko'ngil aynishiga olib keladi. Ayniqsa ayollarda hayz sikriga ta'sir qilishi mumkin. Sizchi, ozish uchun dori ichganmisiz? Foydali ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'ling. Bugun oyoqlarni chiroyli qiladigan 3 ta mashq ko'rsataman. Yon bilan yotib olamiz va oyoqlarimizni ozgina orqaga itarib, uchini pastga qaratamiz. Har bir tarafga 20 tadan 3 ta podxod. Ikkinchi mashq. Oldin yotib olamiz, yuqoriga qarab, oyoqlarni baland ko'tarib, oyoqlarni ochib yopamiz. 20 tadan 3 ta podxod. Uchinchi mashqimiz. Oyoqlarimizni keng qo'yib olib, ikki yonga o'tirib turamiz. 20 tadan 3 ta podxod. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling. Ayollar nima uchun 30 yoshdan keyin fitnes bilan shug'ullanishlari kerak? Sport metabolizmni yaxshilaydi, qon aylanishini me'yoriga keltirib beradi. 30 yoshdan keyin ayollar yosh ko'rinishga harakat qilishadi. Raqs, stretching bilan shug'ullangan ayollar har doim yosh ko'rinishadi. Sog'lom hayot uchun sahifamga obuna bo'ling.